Assalomu alaykum Zamin Moto obunachilari. Mana bugun 2026 yil 17-avgust sanamizga yetib keldik. Birpasda bizning savdo do'konlarimiz, Zamin savdo do'konimizda savdolarimiz davom etmoqda va bizda yangilik benzinli motorollerlar so'ragan akalarimiz bor edi. 1 tonna 1,5 tonnagacha ko'tarish quvvatiga ega bo'lganidan bizga bir ko'rsatib yuboring degan akalarimiz bor edi. Mana yetib keldi. 1,5 tonna, 1 tonna, 1,5 tonnagacha ko'taradigan ushbu modelimiz 150 kubli dvigatel bilan jihozlangan. Ko'rishlaringiz mumkin. Sovutish sistema, radiatorlari mavjud. LED chiroqlar qo'yilgan, signallari, ballonlarini ko'rishlaringiz mumkin. Mana baquvvat ballonlardan vilka marzatorlari ham juda ham baquvvat qilib ishlangan. Ushbu modelimizda mana bunday yon cho'ntakchalari mavjud bo'ladi. Bu hozir ochib ko'rsatamiz. Cho'ntagi ichida mana o'zini zapchaslari, ishlaydigan narsalari bo'ladi. Ключlari, asosan mana shu ключlari bo'ladi. Svita ключ nimalari bo'ladi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. 150 kubli dvigatel bilan jihozlangan. Ushbu modelimiz 100 kilometrga 4 litr benzin rasxod qiladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Panejniklargacha bor, razvedkalargacha mana hamma joyi soz holatda, ishlashlarida umuman muammosi yo'q. Ruchnoy tormozlari bor. Mana skor pedallarni ko'rishlaringiz mumkin. Bularni skor pedali, bunisi oldiga orqa yurgani. Tag holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Mana moslarimiz bilan baquvvat, mana kartallari. Qo'yingki olasiz, tezda ishni boshlayverasiz. Buni komplektida kaskasi bo'ladi, domkrat balon ключ bo'ladi, mana bunday oynalari bo'ladi. Kimga mana shunday motorollerimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, benzinli motorollerimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, 20 million so'mdan vodiy bo'ylab dastavkasini qilib beramiz. Agar haqiqatan ham olaman, Zamin Moto obunachisiman deydigan klientlarimizga yana ham kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz va bizda skuterlarimiz turma xilma-xildan bor mavjud. Har xildan bor. Ushbu ko'rib turgan modellaringdan Reksha modellarimiz bor. Bu yerda benzinli tank modellarimiz bor. Tank modellarimiz 11,5 million so'mdan 12,5 million so'mgacha bor. Super modellarimiz 7 million so'mdan bor. 7 million so'mdan 9 million so'mgacha bor. Super modellarimiz katta kichiklarga va Reksha modellarimiz 9 million so'mdan 14 million so'mgacha Reksha modellarimiz bor. Ko'rishlaringiz mumkin. Turgan qizil tobli modelimizni 10 million 300 ming so'mdan vodiy bo'ylab dastavka qilib beramiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Bizdan yana benzinli so'raganlar uchun mana polka binali 3,5-4 tonnagacha bo'lgan yukni ko'tarish quvvatiga ega bo'lgan benzinli motorollerlarimiz ham bor. Bemalol bizga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. 1 tonnali motorollerlarimiz bor. 11 million so'mdan 15 million so'mgacha bo'lgan narx oralig'ida. Hammasi eslatib o'tamiz. Arzoni puliga yarasha, qimmati ham puliga yarasha. Hammasi o'ziga yarasha narx bilan chiqadi. 500 kilogramli motorollerlarimiz 11 million so'mdan, 10,5 million so'mdan boshlanib, 12,5-13 million so'mgacha bor. Polka binali variantlarimiz 13,5 million so'mgacha bor. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin.